Salon sizlar bilan Shabesta pabrimda xullas bilan bugungi videomiz qisqacha bo'ladi. Bugungi videomizda Vinicius, Mbappe, Rodrigo, Bellingham, Valverde, Brahim, Rudiger, Alaba, keyin Camavinga, Chomeni, Courtois. Mana shu o'yinchilar bilan Real sostavda şu o'yin o'ynaymiz. Kuzatib turinglar, like va podpiska esdan chiqmasin. Qani bo'lmasa Division Rivals Redki ketdi. Ish bizni raqibimiz. Bizni raqibimiz. 100 o'yin atakasi, 108 yurtda judayam lekin Barcelona bo'lgan. Menga yoqmaydi, eng yoqmagan klub. Yo-mayo, Del Piero do'stlar, 113 Garzini. O'yinni Mbappe boshlab bergan, ya'ni biz. Brahim Diaz, Alabadan hujum bo'lishi mumkin. Qanot Wingeri, Bellingham judni turtishmoqda, lekin bu yerda hech qandaqa foul yoki kartochka ko'rsatilmoqda. Valverde 7-raqamli o'yinda nima uchun? Chomenidan oldi, yaxshi pas berdi Kylianga. Kyliandan shu yerda uzatdi. Kuchsiz zarba, kuchsiz, afsuski. Camavinga, Valverde to'p bilan Bellingham. Jude Bellingham. Juddan pas Rodrigo o'tib ketmoqda do'stlar. Rodrigodan afsuski shtanka. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe yana bir hujum bo'lyapti. Kylian Mbappedan afsuski tepamay qo'yilyapti. Kylian Mbappe. 24-ya'ni 30-daqiqada Kylian Mbappe juda ham zo'r gol uryapti. Shu o'yinni sopernikimiz boshlab berdi. To'p Jarzinyoda. Kylian nimagadir o'rtaga o'tib ketdi. Jarzinyo va bizdan xatolik. Del Piero'ga pas berib qo'ydi. Edward Camavinga. Rodrigo qanotdan hujum bo'lishi mumkin. Yaxshi do'stlar, bu hujum ekan. Bellingham. Voy. Jude, Vinicius aldab yurmoqda. Udar berish kerak edi nimaga? Va mana bu penalti do'stlar. Kylian Mbappe tepmoqda do'stlar. Kyliandan zarba va gol. Dahshat. Kylian Mbappe 46-daqiqada penaltidan gol urib ketmoqda do'stlar. Qani bu safar Kylian Mbappedan hat-trick ko'ramizmi? Yaxshi Kylian qaytardi va o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi taym boshlanyapti. Uni sopernikimiz boshlab berdi. Kylian Mbappe, to'p Kylianda. Kylian Mbappe juda ham yaxshi harakatlanyapti. O'tib ketdi Kylian, udar berdi Kylian, gol berdi Kylian. Bunaqasi bo'lmagan. Hisob uchun Kylian Mbappedan hat-trick. Kyliandan yana bir hujum bo'lishi mumkin. Jarzinyo to'pni olishga harakat qilyapti va mana bu yerda foul bo'lyapti do'stlar. Offside ekan do'stlar bu yerdan.
Jorginho, yo-mayo, o'tib ketarsan o'zi. Courtois'dan zarba, Kylian'ga tushdi, Vinicius Junior. Vinicius'dan aldamchi uslub, afsus ketolmadi Vinicius. Valverde, Camavinga to'pni oldi, o'tib ketyapti. Chouameni Camavinga to'pni berib qo'ydi Del Piero'ga. Hujum va mana bu yerda bizni Courtois bor. Hech kim o'tolmaydi Courtois'dan. Jorginho'dan zarba, Valverde qaytaryapti to'pni. Camavinga hujum e'lon qilmoqda. Vinicius Junior juda ham zo'r ochiqlik bilan o'tib ketdi do'stlar. Bunaqasi tarixda bo'lmagan. Junior qanday qilib Brahim Diaz do'stlar to'pni maydon ustiga Jorginho'ga otib Vinicius Junior do'stlar. Jude Bellingham to'pni olib qo'ydi 78-daqiqa. Jude Udar va gol do'stlar. Qanday gol bu, qanday o'yin. Mana sizlarga haqiqiy o'yin. Mana bu sizning sostavingiz bo'lsin do'stlar. Yaxshi to'pni olib qo'ydi. Alaba nima qilyapsan axir, ahmoq. Xo'sh, Alaba Jorginho hujum boshlab ketdi. Juda ham zo'r hujum bo'lishi mumkin edi, afsus. 88-daqiqa. Courtois'dan pas, Kylian'dan afsus, Kylian hech nima qila olmaydi endi. 5 daqiqa qo'shib berilyapti, hisob 4-0. Sapernikimizdan hujum do'stlar. Alaba to'pni o'tkazmoqchi. Valverde, Fede Valverde va o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, video shu videoga ko'rgansangiz kattakon rahmat. Unda o'zi like va podpiska isdan chiqmasdan har videoni montaj qilib qo'yib boraman.